В Узбекистане уже больше месяца действует система безналичной оплаты в продаже алкоголя и табачной продукции. Как это повлияло на продавцов и потребителей, узнаете в нашем репортаже. Если честно сказать, 90% человек не может сохранить карточные деньги. Мы бы были за по-старому. Где-то раньше был 100% торговля, а сейчас осталось, где-то упал. Торговля на 50-60%. Вот. И нам трудно так. Bir tomondan yaxshi, yomon tomoni ham bor. 30 ming deb pulni olib kelsa, yo plastikdan to'latsa, bankomatga solsa 28 ming qoladi, 2 ming yo'q. Omad chiqib ketyapti. Savdo ham tushib ketgan. Turistlar qiynalyapti. Karta, nalichka, ko'proq nalichka so'rab keladi. Nalichkaga yo'q, hammasi qaytib ketadi. Karta bir xilni krediti bor, yechib ketyapti plastikda. Agar bu qonunimizda qandaydir bir yo'l bilan o'zgarish qilib bersa, yaxshiroq bo'ladi. Bir xil kartaga tushunadi, bir xil tushunmaydi. Hamma bankomatdan 3% dan olyapti. Ularga ham muammo bo'lyapti. Bizga udobni tez bo'ladi. Katta summani ham yechayotganingizda ham sanab o'tirishga vaqt sirasi chek chiqadi avtomatik. Xalq ko'proq norozi bo'lyapti. Endi hozir agar naqd pul bilan kirib turib, bu klient agar kartadan tashlikkan bo'lsa, foiz olib qolyapti bankomatlar. Keyin ko'p yoshi kattalar qiynalyapti. Bizga ham endi klientlar kamayib ketyapti. Ko'p turistlar keladi, masalan, naqd puli bo'ladi. Ularga imkonsiz chiqarib yuboryapmiz. Если честно сказать, очень плохо. Отрицательно просто, потому что клиентам неудобно. Продайте один раз, давайте чисто вот между нами это. Мы, к сожалению, отказываемся. Клиенты просто в огорчении уходят. Некрасиво, получается, несправедливо. Но отказывать клиенту с нашей стороны как бы некрасиво. Удобно, chunki tez va oson to'lov, sistema ham yaxshi. Kartada to'lov bo'layotganda qanaqa sotilayotgan sistemasi ko'rinib turadi, asliga sistemasi. Unisi yaxshi, normalniy. Klientlar qiynalyapti, chet elliklar bor, chet elliklar ham qiynalyapti sotib olishga. O'zimiznikilarga ham ko'pisiga karta yo'q. Agar naqd bo'lsa edi yaxshi bo'lardi yana. Оказалось, проблема коснулась не одного города. Продавцы и потребители недовольны новым постановлением и считают его неудобным в повседневной жизни. А как считаете вы, пишите в комментариях. Ну а на этом у нас все. Подписывайтесь на репост в социальных сетях. Еще увидимся!